Ha endi kelin qilib olib keldimmi, o'zim tarbiyalab olaman deb. Shunda kelinlarni hammasi tarbiyasiz bo'ladi, shunaqa. To'g'ri, o'zi kelinlar umuman gapirishi kerak emas. Ko'p gap eshakka. Asosiy qoida o'g'lingizga umuman yaqinlashmaslik. Ha, to'g'ri-da, qanaqa niyatlarda siz bu o'g'lingizni katta qilgansiz? Kelin degani hamma narsaga ko'nishi kerak. Ko'z yumishi kerak, yemagan somsasi bo'lsa ham pul to'lashni bilishi kerak. Voy, tuhmat qilishsa ham jim yursin, chunki o'zini oqlasa gap qaytargan bo'ladi-ya. Siz uni qancha xo'rlasangiz ham uyidagi gap ko'chaga chiqishi kerak emas. Hamma aytganingizni qilib, bittasiga ulgura olmagan kelinni butun mahallaga ovoza qilishishdi. O'g'lingizga ham qoyil qolmadim, g'irt xotin quli bo'pti. O'zini ota-onasidan kechib, o'g'lingizni tanlab kelibdi. To'g'ri-da, endi nimaga hurmat qilish kerak? Sizni ko'nglingizga, qosh-qovog'ingizga qarasin. Yelib, yugurib xizmatingizni qilsin, umuman tinmasin. Tag'in ko'p erkalatib meni. Axir siz beradigan tarbiya shunaqa bo'ladi-yu. Yaxshilar, kelinam omonat. Omonatga xiyonat qilmanglar.